Zamzam yer yuzidagi eng yaxshi suv. Zamzam suvi nima niyatda ichilgan bo'lsa, o'sha niyatning ro'yobga chiqishiga sabab bo'ladi. Qorni ochni to'yg'izadi, kasalni davolaydi, chanqab bitsa, chanqoqni bosadi. Bu suvning manbasi hali ham ma'lum emas. Qayerdan kelishini zamonaviy texnologiyalar ham aniqlolmagan. Yaqin atrofda biror suv havzasi yo'q. Dengiz esa 80 kilometr uzoqlikda. Bu sharoitda suvning dengizdan kelishi mumkin emas. Asrlar mobaynida Zamzam qanday tugamay turibdi? Buni hech kim bilmaydi. Yevropada o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, Zamzam suvida boshqa suvlarga nisbatan kamroq oltin gugurt mavjud ekan. Zamzam boshqa suvlardan to'yimliroq va minerallarga boydir. AQShda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, tarkibida mikroorganizm va bakteriyalar bo'lmagan yagona suv Zamzamdir. Ilmiy isbotlarga ko'ra, ichilgan Zamzam suvi hech qachon beldan pastga tushmaydi. Tanadan siydik yo'li orqali emas, terlash bilan chiqib ketadi. Zamzamni boshqa suvga qo'shsa, o'sha suv ham Zamzamga aylanadi. Allohim, mo'jizaviy ne'matlaring ko'p. Naqadar buyuk zotsan.